Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündəlik Xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibində olub atqan ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız. Qənəmizə diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay CX Ministerliyi terror xarakterini alğan yeni nizamname e'lon qildi. Xitay CX Ministerliyi 31 may yeni ərziyat nizamnamesi e'lon qilib, Xitay siyosatining texmi zo'ravonlikqa qarab yuzlanganligini oshkorladi. Mazkur nizomnomada fuqarolarning arz shikoyatnomadagi 32 xil harakati qonunsiz qilmish qatorida jazolanganligi, 32 xil harakatga chetilgan fuqarolar jazolanib qolmay, balki ularning farzandlari hamda bevosita tuqqanlarmi jazolanganligi alohida ta'kidlangan. Nizomnomaning tafsiloti bo'lsa, daraja atlab arz qilish, Xitoy ruxsat qilmagan yo'llar bilan arz qilish, arz shikoyat o'rinlarida turib olish va chatoq chiqarish, arz shikoyat qabul qilish o'rinlarida gulchambarak, jasad guli degandek narsalarni tizib qo'yish, ortiq hayajon bilan shikoyat bildirish, to'plashib ommaviy tartibni qalaymaqon qilish, avtomobilga o'zini etish, normal qatnashga ta'sir yetkazish, maqsadlik yalang'och bo'lib olish, o'zini zaxmlantirib olish, torbatlarda so'z-cho'jak tarqitish qatorliqlar ekan. Xitoy CX Ministerliyi nizomnoma orqali Xitoy Kommunist partiyasining hozirgi vaziyatda qattiq jiddiychilikda qolganligini hamda Xitoyning terrorlik siyosatini xalqaroga namoyon qilgan. Xitoyning ilgari jinoyatni kim qilsa javobgarlikka shu kishi tortilganligi haqida qonuni bor bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda ijro qilmay jinoyat bekitgan kishilarning oilasini bir qancha yil, hatto bir umr ta'qib ostiga elib kelgan edi. Xitoy amdilikda haqiqiy terrorlik qiyofatini oshkorlab, jinoyat bekitgan kishilarning farzandlari va bevosita tuqqanlarini qo'shib jazolaydiganligini, ularning barliq oila a'zolarining o'qitish hamda xizmatga o'rinlashishiga ta'sir qildiganligini e'lon qilgan. Davlat halqigan ittifoq Xitoyning dunyoga xaris qilayotganligini e'lon qildi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, davlat halqigan siyosiy ittifoq Xitoy Kommunist partiyasining xarisi dunyo miqyosiga ta'sir ko'rsatadiganligini e'lon qildi. Bu ittifoqning ko'rsatishicha, ilgari dunyo jamoatchiligi Xitoyning qad ko'tarishini yaxshi tasavvur qilgan bo'lib, ammo Xitoyning hozirgi zo'ravon siyosati kishilarning shirin tasavvurini yo'q qilgan. Bugungi kunda Xitoy ichki jihatda mustabid hukmronlikni kuchaytirib, tashqi jihati texmo yavoyilarcha panjisini uzartmoqda ekan. Xitoy sababli dunyoda davom qilib kelayotgan erkinlik va bexatarlik tuzumi misli ko'rilmagan besimga duch kelgan. Bu ittifoq yana ba'zi davlatlar kishilik huquq va qimmat qarashini qo'g'dash uchun o'rnidan turdi. Hatto ba'zilar buning uchun ig'ir badal to'layotdi. Bu yukni biror davlat ustiga olmasligi xalqaro tartibni qo'g'dash barliq davlatlarning mas'uliyati deganlarni ta'kidlagan. İttifaq yana biz Xitoy Kommunist partiyasining g'oyat zo'r xirislariga taqobil turish uchun davlat halqigan parlament siyosiy ittifoqi qurdik. İttifaqliq kuch biz ittifoqlashganda xalqaro tartib va kishilik huquqi kafolatli qila olamiz. Hamkorlik orqali Xitoydan kelgan xirislarga taqobil tura olamiz deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, davlat halqigan Xitoyga qarshi ittifoq Avstraliya, Kanada, Yevropa parlamenti, Germaniya, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya, Angliya va Amerika qatorliq 9 davlat va rayondan kelgan a'zolardan tarkib topgan. Mazkur ittifoqning Amerika vakili Florida shtati Cumhuriyetchilar partiyasi kengash palata a'zosi Marco Rubio ekan. Xitoyning danglik futbolchisi Hao Haydong yangi Xitoy federatsiyasini e'lon qildi. Fransiya xalqaro radiosining 4-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning danglik futbolchisi Hao Haydong Xitoy kommunistlariga oshkora qarshi turib, savdogar Govingui va Trumpning sobiq strategik maslahatchisi Bannon bilan birlikda yangi Xitoy federatsiyasining qurilganligini e'lon qildi. 4-iyun Hao Haydong yangi Xitoy federatsiya xitobnomasini o'qib, Xitoy Kommunist partiyasi kishilik huquqni ko'zga ilmaydi va insoniyatni vayron qiladi. Kommunist partiyani yo'qotish adolatning ehtiyoji degan. Hao Haydong shu kuni tarqatilgan silliq lentisida uning o'rnidan turishdagi sababining Xitoy fuqarolariga amdi kompartiyaning quli bo'lmaydiganligini bildirish ekanligini e'lon qilgan. Hamda Xitoy xalqini Xitoy kompartiyasini og'dirishga chaqirgan. Hao Haydong so'zida yana kelgusida qurilmoqchi bo'lgan yangi Xitoy federatsiyasi xalqaro demokratik qonun sistemasi va munosib xalqaro qonunni ko'rsatdi. Xalqaro organlar va ularning nazoratchilik organining o'rtaq nazorati ostida
asosiy qonun tuzish, ayrim huquq sistemasi qurish va bir odam bir bilet bilan yangi hukumat saylash, saylam ayıplash sistemasi bilan teng mavjud bo'ladi deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xao Haydongning oshkora bayonotidan keyin Xitoy taratqu o'rni tantarbiya haftaligi darhol Xao Haydongning so'zlarini qattiq ayıplagan. Uning Xitoyni og'dirib, Xitoyning egilik huquqiga ziyon solganligini tilga olgan. Xitoy gazetlari buningdan keyin Xao Haydong to'g'risidagi barliq xabarlarni to'xtatganligini e'lon qilgan. Qiziqarli yeri gazetning tuzilgan nusxasi keyin Xao Haydongning to'liq nomini chiqarib tashlab, uning o'rnini Xega o'zgartgan. Ba'zi to'rdoshlar buning Xao Haydongning dangliq ta'siri bo'lishi mumkinligini baholab, doiralarning texmi qiziqish va diqqatni qo'zg'ashdan qo'rqqanligini bildirishgan. Xitoy Sharq Turkistonda gen bankisi quradiganligini jakarladi. Xitoyda oldingi qatorda turadigan gen uchurlarini ratlash va biologiyalik davolash shirkati bo'lgan BGI Sharq Turkistonda gen bankisi quradiganligini jakarladi. Yana bir tarafdan mazkur shirkatning chet ellarni Xitoy virusi tekshirish asbobi bilan ta'minlayotgan shirkat ekanligi bildirildi. Amerikaning Axios nomli xabar to'rbetida e'lon qilingan tekshirish maqolasida ko'rsatilishicha, BGI shirkati Sharq Turkistondagi aholilarning gen uchurlarini yig'ish, ratlash ishlariga qatnashgan shirkat bo'lib, u yaqinda Sharq Turkistonda gen bankisi va adliya hamkorligi markazi quradiganligini e'lon qilgan. Axios xabar to'rining aytishicha, buning maqsadi Sharq Turkistondagi yerlik millatlarni gen uchuri orqali nazorat qilish iqtidorini yetildirish ekan. Amerika josuslikqa qarshi turish va bexatarlik markazining boshlig'i William Ivanina Axios xabarlariga qilgan so'zida, Xitoy rejimining turli vositalar orqali dunyoning har qaysi joylaridagi shaxslarning xususiy uchurlari va ularning salomatlik ahvoliga oid uchurlarni qo'lga tushirishdan iborat tarixi borligini eskartib, biz Xitoy rejimining buyrug'iga bo'ysunadigan Xitoy shirkatlarining yer sharidagi aholilar haqida qo'shimcha shaxsiy uchurlarni to'play oladigan holatga kelishidan andisha qilishimiz intayin o'rinliq degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimiga munosabatlik bo'lgan bundaq shirkatlarning xalqaroda Xitoy virusi tekshirishi elib berishi ularni g'oyat zo'r DNA sonliq ma'lumoti yig'ib oladigan fursat bilan ta'minlashi mumkin ekan. Shunga bu Amerika hukumatida andisha paydo qilayotgan masala bo'lib, ular yer shari miqyosidagi bundaq virus tekshirish ishlarining cho'qim shaxsiy uchur maxfiyatligiga kafolatli qilingan asosda elib berilishi kerakligini ta'kidlamoqda. Bo'libmi yuqorqi shirkatning Sharq Turkistonda gen uchurlarini yig'ish va nazorat qilish va Xitoy adliya organlari bilan moslashib harakat qilgan bo'lishi Amerikaning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Tim Lofton Uyg'urlar haqida tashqi ishlar ministridan savol so'radi. Angliya parlamentidagi konservativ parlament a'zosi Tim Lofton 2-iyun parlamentda qilgan so'zida Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raabga savol qo'yib, bir qancha kun ilgari tashqi ishlar ministrining Xitoy haqida e'lon qilgan bayonotini qo'llaydiganligini va olqishlaydiganligini bildirish bilan birga, Xitoyning zulmi bilan 1 million Tibetlikning o'ldirilganligini, 2 milliondan ko'p Uyg'urning qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligini, 7 milliondan ortiq Hong Kong xalqining fuqarolar erkinligi va fikr erkinligining Xitoy tarafidan tortib olinganligini, shundaqla mushundaq ochiq oshkora holda kishilik huquqni ko'zga ilmaydigan bir davlatning Angliya maktablari va har qaysi sohalarga singib kirayotganligi haqida tashqi ishlar ministrligining nima qilayotganligi va buningdan andisha his qilgan yoki qilmaganligi haqida savol so'radi. Uning savolining orqasidan javob bergan tashqi ishlar ministri Dominic Raab bo'lsa, Tim Loftonning o'ttirg'a qo'ygan nuqtalarining hammasining intayin to'g'ri va haqli ekanligini, Angliyaning bu masalalarga intayin sezgurlik bilan qaraydiganligini, shundaqla Xitoy bilan munosabatlarda mazkur masalalarning kun tartibida ekanligini bildirdi. Amerika Hong Kongliklarga quchoq ochishni o'ylashmoqda. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda qilgan so'zida Amerikaning Hong Kongliklarga keng ko'lamda eshik ochishni o'ylashayotganligini bildirdi. U so'zida Amerika Xitoyning Hong Kongda davlat xavfsizligi qonuni chiqarishini ilgari surishiga qarshi tadbir yo'sinda Hong Kongdan kelgan kishilarni qarshi olishni o'ylashyapti dedi. Ma'lum bo'lishicha, bundaq bir tadbir Amerika Kengash palatasining Jumhuriyatchi rahbari Mitch McConnellning qarshi olishiga erishgan bo'lib, u bu vaqtda qilgan so'zda Trump hukumatining Xitoyning Hong Kongdagi erkinlikni cheklaganligi uchun Beijingni jazolashning konkret usulini tepib chiqishi kerakligini bildirgan. McConnell Kengash palatasiga xitob qilib, Amerika boshqa demokratik davlatlarning inkosini ayna qilishi va bu rayondagi kishilarga eshikni ochishi kerak.
Amerikaning urush va kommunizmdan qochib kelgan musofirlarga umid chirig'i bo'lishdek an'anasi bor degan. Oldingi juma kuni Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy rejimining Hong Kongni qaytarib olganda qilgan va'dasiga xiloflik qilganligini qattiq tanqidlab, Xitoy Hong Kongning muqimligini buzdi degan va Hong Kongga bergan alohida tijorat imtiyozlarini bekor qilganligini jakarlagan edi. Shuning bilan birga yana Angliya hukumati 3 millionga yaqin Hong Kong aholisiga agar ular xohlasa fuqarolik salohiyati berish yo'li bilan yordam qilganligini bildirgan edi. Tiananmen vaqasining 31 yillik xotirasida Xitoy kishilik huquqni hurmat qilishga chaqirildi. Tunigun 4-iyun kuni 1989-yili Xitoyda yuz bergan Tiananmen o'quvchilar harakatining 31 yillik xotira kundir. Bu munosabat bilan xalqaroliq danglik axborot vositalarida mazkur voqea keng ko'lamda xabar qilindi. 1989-yili 4-iyun kuni kechida Xitoy rejimi bir qancha oydan buyon Beijingdagi Tiananmen maydonida tinchlik bilan namoyish qilayotgan necha 10 minglagan o'quvchini tanklar bilan qalliq bostirib, nurg'un o'quvchilarni o'ldirgan va tutqun qilgan. Buning natijasida butun dunyoni zilzilaga solgan Tiananmen qirg'inchiligi yuz bergan edi. Bu xotira kuni munosabati bilan Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari komitetining raislaridan Amerika Avam palata a'zosi James McGovern bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio qatorliqlar bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Biz bugun Beijing va shundaqli Xitoydagi 400 dan ortiq shaharda tinchlik bilan namoyish qilib, demokratiya, kishilik huquq talab qilgan va chiriklikka xotim berishni talab qilgan o'quvchilar, ishchi xizmatchilar va boshqalarning jasorati ham fidokorligini eslamoqdamiz. Kishini afsuslantiradigan shuki, Xitoy Kompartiyasi bu tinch namoyishlarni Tiananmen maydonida harbiy kuch bilan bostirdi. Ularning kishilik huquq va islohotga bo'lgan tinch talabini tarmar qildi. Ular bayonotida yana 31 yildan keyin Xitoy fuqarolarining negizlik erkinligini qo'lga keltirish uchun ko'rsatayotgan tirishchiliklarning hamisha rahimsiz bostirishlarga duch kelayotganligini eskartib o'tdi. Bayonot yana munolar bayon qilindi. Biz barliq vijdon mahbuslari bilan bir saptimiz. Biz Xitoy rejimini ularni shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. Biz diniy e'tiqodiy madaniyati hujumga uchrayotgan Tibetlar va Uyg'urlar bilan bir sapda turamiz. Biz erkinlik va avtonomiya va'dalari sistemini amaldan qoldirilayotgan Hong Kong xalqi bilan bir sapda turamiz. Xitoy rejimi ta hozirgacha shu qatimliq voqeada hayotidan ayrilgan va g'oyib qilib etilgan kishilarning aniq sonini va ularning kimliklarini e'lon qilmaslik bilan birga yana Xitoyda bu voqeaga oid uchurlarni qattiq qamal qilib kelmoqda. Chet ellardagi har qaysi kishilik huquq organlari va Amerika Davlat Majlisining yuqorqi a'zolari bayonotida birdak buni tilga olib, Xitoy rejimini uchur qamalini bekor qilishga chaqirdi. Uyg'urlar uchun Tiananmen qirg'inchiligining alohida ahamiyatli bir tarafi 1 milliarddan ortiq nüfusga ega Xitoydek cho'ng bir davlatdagi bu demokratiya namoyishiga o'rkash davlatdak amdili 20 yoshga kirgan bir Uyg'ur o'quvchining yetakchilik qilishidir. Ayni vaqtda Beijing Pedagogika universitetining 2-yilligida o'qiyotgan o'rkash davlat Xitoy o'quvchilar harakatining asosli rahbarlarining biriga aylangan va butun Xitoy miqyosi tunilgan edi. O'rkash davlat 1989-yili 5-oyning 18-kuni Xitoy o'quvchilariga vakil bo'lib, Beijingdagi Xalq saroyida ayni vaqtdagi Xitoy bosh ministri Li Peng bilan so'zlashgan edi. U shu qatim Xitoy bosh ministri Li Pengga dadillik bilan savol qo'ygan va keskin holda talash tartish qilgan edi. Uning bu jasorati ayni vaqtda Xitoydagi millionlagan kishilarni hayron qoldirgan edi. 现在解决问题的关键并不是说服我们在座的这些人，问题在于怎么去让他们离开。只有这一种可能性，这是客观现实、客观事实。我们如果广场上有一个人不离开，还在继续绝食的话，我们就很难保证剩下的几千人不离开。 Amerika Xitoy virus sababidan qazo qiluvchilar soni eng yuksak davlat bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy virus sababidan qazo qiluvchilar va yuqumlanuvchilar soni eng yuksak saviyaga yetgan davlat bo'ldi. Dunyo miqyosida Xitoy virus sababidan qazo qilganlar soni 393.500 dan, yuqumlanganlar soni 6.720.000 dan oshib ketdi. Saqayganlar soni 3.264.200 ga yetdi. Amerikada yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 110.179 ga, yuqumlanuvchilar soni 1.924.189 ga yetdi. Yuqumning Yevropadagi markaziga aylangan Angliyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 176 kishini qo'shganda
yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 39404 ga, yuqumlanuvchilar soni 281661 ga yetdi. İtaliyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 88 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 33689 ga, yuqumlanuvchilar soni 234013 ga yetdi. Fransiyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 44 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 29065 ga, yuqumlanuvchilar soni 189849 ga yetdi. İspaniya Səhiyyə Ministerliyi dövlətdə yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 5 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy sonining 27133 ga, yuqumlanuvchilar sonining 240660 ga yetganligini uqtirdi. Portugaliyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 8 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 1455 ga, yuqumlanuvchilar soni 33592 ga yetdi. Türkiyədəki Xitay virusunun ən yangi ahvoli. Türkiyə Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 4 iyun bir kun ichida Xitay virusi bilan 21 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Türkiyədəki Xitay virusi yuqumining ən yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 54234 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 988 yuqumlanuvchining ko'payganligini, bunun bilan Türkiyədə Xitay virusi bilan yuqumlanğuchilarning 167410 ga yetganligini, bir kun ichida 21 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4630 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 926 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 602 bemorning kasalining og'ir ekanligini, kasali og'ir bemorlarning soni borgan-sari to'vallayotganligini, bundan keyingi kunlarda qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq tadbirga sal qarashga bo'lmaydiganligini, yaxshi tadbir yaxshi natijaning belgisi ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shundoqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.